Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabinlar. Videorolik kengroq tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shgan holda videorolik ostiga like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. Bir shifokor hikoya qiladi. Mening bir bemorim bor edi. U yoshgina qiz bo'lishiga qaramay saraton kasalligiga chalingan edi. Uni davolashga uzoq vaqt davomida bor imkoniyatlarimizni ishga solardik. Natijalar yaxshi bo'layotgan edi. Shu holda kamida 5 yil yaxshi parvarish bilan davolanishi kerak edi. 4 yil vaqt o'tib, u mendan boshqa uzoq shaharga, qarindoshinikiga borib kelishiga izn so'radi. Qattiq yalinganidan yo'q deya olmay, samolyotda borish sharti bilan rozi bo'ldim. U esa chipta ola olmay avtobusda yo'lga chiqibdi. Avtohalokat tufayli 6 soat sovuqda qolib ketgan. Shamollash suyak va boshqa a'zolarga o'tib ketgan. Uni uyiga olib keldik. Kerakli dorilarni qabul qilib yotar edi. Men har kuni undan xabar olar edim. Hatto gapira olmay qolgandi. Arang bo'g'inlarni chiqarardi. Rahmim kelib unga bildirmay yig'lab olardim. Bir kuni u "Men sizdan xafaman" dedi. Men "Nega?" deb so'radim. "Menga islomni o'rgatmayapsiz" degan ma'noda arang so'zladi. O'zimni aybdor his qildim. Aytdimki, buni chin qalbdan o'rganish kerak-da. U "O'rgating" dedi. Shundan boshlab bilganimcha bir chekkadan iymon va islom tushunchalarini o'rgata boshladim. Bir kuni aytdiki, men o'lim vaqtida nima deyishim kerak? Men aytdim, senga shahodat kalimasi qiyinlik qiladi. Alloh Muhammad desang yetarli. Shunday qilsam jannatga kiramanmi? Ha, albatta deb javob berdim. Bir kuni unga qarab turadigan ayol telefon qilib, odatiy uyqu dorisini ichmayotganidan shikoyat qildi. Tezda uyga borib, "Nega bunday qilding?" dedim va javob eshitib ko'zim yoshlandi. Uxlayotgan vaqtimda o'lim kelib qolsa, Alloh Muhammad deya olmay qolaman-ku. So'nggi kunlari edi. Menga aytgan oxirgi savolida Azroil qanaqa ko'rinishda bo'ladi dedi. "Qo'rqmagin, u bir farishta, senga chiroyli suratda ko'rinadi" deb javob berdim. Ertasiga shoshib uyiga keldim. Afsuski, kech qolibman. Vidolashish nasib etmadi. Ammo bir ayol oldimga kelib, uning qanday vafot etganini aytib berganida, undan qattiqroq va uzoq yig'ladim. Ayol aytdiki, mo'jiza ro'y berdi. U birdan o'rnidan turib tahorat qildi. Bizning voy-voylarimizga qaramasdan joynamoz solib, 2 rakat namoz o'qib, keyin joyiga yotdi. Vafot etishdan avval bizga shunday dedi. "Doktor kelsa aytib qo'yinglar. Azroil u aytgandan ham go'zalroq ekan. Xulosa o'zingizdan yaxshilar."